Agar bola boshini urib olsa nima qilish kerak? Farzandingiz bilan bu sodir bo'lmasligiga ishonishni istardim, lekin hamma narsani oldindan aytib bo'lmaydi. Hatto eng ehtiyotkor ota-onalarning bolalari yiqilib jarohat olishadi. Ba'zi bolalar jimgina yangi narsalarni o'rganishga qaror qilishadi, ammo u hech qachon o'girilmagan. Boshqalar aksincha to'g'ri ko'nikmalarni unutishadi. Ha, u 100 marta divandan tushgan, lekin bugun boshini pastga qilib uchib tushdi. Uchinchi esa shunchaki noqulay joyda bo'ladi, yiqilib stolga uriladi. To'rtinchilar esa shunchaki kichkina shoh bolalar. Masalan, men hojatxonaga chiqqan edim, u esa stulga chiqib yiqilib tushdi. Yiqilishlar umuman eng ko'p uchraydigan jarohat sababi, ayniqsa 5 yoshgacha. Har yili 2,5 million bola yiqilish bilan bog'liq jarohatlar sababli shoshilinch yordam bo'limida davolanadi. Yordam kerak bo'lmagan bolalar sonini esa tasavvur qilishdan ham qo'rqaman. Bularni aytayotganim sababi o'zingizni men yomon onaman deb qiynashning hojati yo'q. Albatta, yiqilish xavfini imkon qadar kamaytirgan yaxshi. Ammo bu sodir bo'lsa nima qilish kerak? Avvalo, vahima qilishning hojati yo'q. Keyinchalik xafa bo'lishingiz mumkin. Avvalo, bolaning jiddiy shikastlanmaganligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Va ikkinchidan, instinktlaringizni ochirishga harakat qiling va tibbiy tavsiyalarga muvofiq harakat qiling. Yana boshlash uchun siz darhol bolani qo'lingizga olishingiz shart emas. Tushunarli, uni yupatib, achinishni juda xohlaysiz, lekin bir daqiqa kutishdan hech narsa bo'lmaydi. Agar bolada jiddiy jarohat bo'lsa, uni harakatlantirsangiz, unga qo'shimcha zarar yetkazishingiz mumkin. Agar hushini yo'qotish, tutqanoq qusish, qon ketish, suyak yoki yumshoq to'qimalarning ko'rinadigan shikastlanishi bo'lsa, bolani harakatlantirmasdan tez yordam chaqiring. Agar tutqanoq yoki burundan qon ketayotgan bo'lsa, bolaning boshini ehtiyotkorlik bilan yon tomonga burib, imkon qadar bo'yin sohasini harakatsiz qiling. Agar yumshoq to'qimalardan qon ketayotgan bo'lsa, yaraga toza mato bosib, yordam kelishini kutish kerak. Agar xavfli belgilar bo'lmasa, bola shunchaki qo'rqib, yig'layotgan bo'lsa, uni qo'lingizga olib, yupatishingiz mumkin. Bu vaqtda bolani, ayniqsa uning boshini ochiq va yopiq jarohatlar uchun diqqat bilan tekshiring, gematomalar, abrazivlar, kesilishlar. Chaqaloq biroz tinchlansa, uning harakatlarini kuzatib boring. Muvozanat yoki koordinatsiya buzilishi yo'qmi? U erkin harakat qilyaptimi yoki ehtimol biror a'zosini ehtiyot qilib, kesib yuribdimi? Agar biror o'zgarishlar bo'lsa, albatta o'zingiz yoki tez yordam orqali travmatologiya bo'limiga murojaat qiling. Agar siz hech qanday jiddiy muammolarni ko'rmagan bo'lsangiz, keyingi 1-2 kun davomida bolani kuzatishda davom eting. Agar bola ovqatdan voz kecha, juda uyquchan, loqayd, sababsiz hidlasa, kusa, ko'z atroflarida ko'karishlar yoki burun yoki quloqdan galapi suyuqlik chiqsa, darhol yordam so'rang. Agar tashvish beruvchi hech narsa darhol aniqlanmasa, lekin bir muncha vaqt o'tgach, siz bolada mahorat, qo'zg'aluvchanlik yoki qattiq uyquchanlikni yo'qotganingizni sezsangiz, bu ham bolani shifokorga ko'rsatish uchun sababdir. Men yuqorida sanab o'tgan hamma narsa jiddiy shikastlanish belgilaridir. Ko'pincha natijada kichik ko'karish yoki yengil qo'rquv paydo bo'ladi. Ammo agar biror narsa noto'g'ri ekanligini his qilsangiz, tekshiruvdan o'tganingiz ma'qul. Bunday vaziyatda aytishadiki, ehtiyot bo'lgan yaxshi. Umuman olganda, men 2 yoshgacha bo'lgan barcha bolalarni har qanday yiqilish yoki boshiga urilishdan keyin travmatologik punktga olib borishni tavsiya qilardim. Chunki ularda ba'zan o'ziga xos bo'lmagan jarohatlar yoki jarohatning simptomsiz ketishi bo'lishi mumkin. Shuning uchun yuqoridagi gapga qaytadigan bo'lsak, ehtiyot bo'lgan yaxshi. Ota-ona sifatida birinchi yordamda nimalar qilishingiz mumkin? Qonni to'xtatish, ya'ni yaraga toza mato bosish, bosimli bog'lov qo'yish. Agar kuchli qon ketayotgan bo'lsa va siz bilsangiz, turniket qo'yishingiz mumkin, lekin bu ishda ehtiyot bo'ling. Agar bilmasangiz, yaxshisi qilmay qo'ya qoling, chunki noto'g'ri qo'llash yanada ko'proq zarar yetkazishi mumkin. Shuningdek, gematoma joyiga sovuq qo'yish mumkin. Muzlatgichdan olingan, sochiqqa o'ralgan har qanday buyum mos keladi. Shuningdek, agar qusish bo'lsa, og'iz va burunni tozalash, singanlikdan shubhalansangiz, qo'loyoqni harakatsizlantirish va ehtimol bir marta og'riq qoldiruvchi ibuprofen yoki paratsetamol berish mumkin.